Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Naslli mol ishqibozlariga mana bizni kutgan Angus mollarimiz, Hereford mollarimiz, Rossiyadan kutganlarimiz yetib keldi. Bularni mana ozgina video obzor qilib o'tamiz. Anchadan buyon video chiqarganim yo'q edim, o'zimizning kanalga qo'yilganim yo'q edim. Mollar olib kelib turgandik. Endi prosta videoga qo'yilgani yo'q edik. Hozir o'zimizga tushganlari, aqabaqa ketgan optim berib yuborilgan mollarni endi videoga chiqarganimiz yo'q edik. Mana bularni shatda o'zimiz mana sotgani yetkazib olib keldik. Bu yerda asosan Angus, 3 ta anaqa 2 ta Hereford bilan bitta sementali bor. Hozir ozgina video obzor qildik o'zi. Baraka bozor kanaliga mana Zohriddin ukamiz bilan ba'zi kanallarga hozir video qo'yiladi, joylanadi. Yarim soatlarda. Hozir mana ham o'zimizning kanalga mana ozgina shu video obzor qilib. Mana bitta sementali bor, rossiyskiy. 1.25 bo'ylari mana shuni. Mana narigi anguslar ham shunaqa. 1.20 dan 1.30 gacha bo'lgan paltarashga yemga tayyor anguslar. Asosan bu yerda hozir soni angus 21 bosh, 3 ta mana bunaqasi bor, mana bular. Bu 3 ta bular ham paltarashga bor, 2 ta Hereford, bitta anaqa. Aka hammasi paltarashga. Ha, bular rossiyskiy, Rossiyadan Chitadan olib keldik, Chitinskiy oblastdan olib keldik. Birkalari bor, o'sha o'zini birkalari bilan ko'p yana zangor birkalari mana. Haqiqiy toza anguslar yem. 1.5 yosh ham? 1.5 yosh mana. 1.5 yoshdan o'tib ham qolganlari bor. Mana ketyapti, kattalishi bor. Korobkasini. Mana korobkalari butun bo'ladigan narsalar. Telefon qilib chiqib yuborasizlar. Bular manzil eslatib o'taman, Qo'qonda, Naymansoyda dastavka xizmatlari bor. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bu mollar patsos mollar emas, adashmanglar. Bu mollarni jinday suvlanib qolganini, jinday e'tiborlarini 30 million deb chiqarishyapti shu paltarashga mollarni. Bular umuman yem ko'rmagan. Mana oyoqlarini bunday ko'rib yo'g'onligidan o'zlaring kelib, mana bular 1.30 ga boradi ana shularni, u nargizlar. Ana shular 1.30 ga boradi. Orbaga mana shuni olsa, mana shu holatda 1 oyda necha kilo qo'shib yuboradi? 1 oyda bular eng kamida yem, endi birinchi o'rinda bog'liq yemni yaxshi berish kerak. Agar biz shunga zo'r yem berib tursa, 1 oyda eng kamida 60 kilo yuz qo'shadi. Kuniga 2 kilodan, 2,5 kilodan qo'shadi. Mana shu mollar hozir mana shu 6 oy, 5 oy davomida ancha rezultat berib yuboradi. Agar boquvga tashlab qo'ysa. Chunki bular bo'sh qop. Ha, bular suyagi korobkasi katta bo'lgan, yoshiga yetib bo'lgan mollar. Bular yemni ko'taradi. Bularga 1 oy sekin berib olib turib, undan u yog'iga bosaverasiz. Yemni bostirib beraverasiz. Bu angus boqqanlar biladi o'zi. Biz endi oldin tajribada o'zimiz ham boqib o'tganmiz. Ko'pchiligiga mana olib kelib berib olib kelardik. Boqqanlar bor, biladi buni. Shuning uchun mana telefon qilib chiqib olasizlar. Keyin anaqa kanalimizda Instagram kanalimiz bor, xuddi shu YouTube ga o'xshagan. Uni ham silkasini qo'yib qo'yganman. Obuna bo'lib qo'ysalar, Rossiyada sotilib turgan mollarni shu reklama qilib turib biz optimiga ham olib kelib beramiz. Eslatib o'taman, endi ko'pchilik telefon qilib olib kelib berish qanday bo'ladi? Olib kelib berish xizmatlari bor, dastavkalari bor, prosta rasxoti bor uni. Yo'l kirosi bor, keyin 21 kun karantinga qo'yib, mollarning dokumentini to'g'irlab, qon olib, analizlarini olib 21 kunda chiqadi dokumentlari. 100 ta olsangiz 100 taga, 50 taga olsangiz 50 taga bir fura, kamida bir fura olish kerak. Shunga men shunaqa nimalari ham, variantlari ham bor. Xudo xolasa, mana boshlab oldik. Birinchi partiyamiz mana O'zbekistonga primoy kelgani shunisi. Rossiyadan, bular Chitinskiy oblastdan keldi. Irkutskiy, Chita, Ulan-Ude, Novosibirsk eng yaqin joylari endi bu Krasnoyarsk, Novosibirsk, Altaylarda. Bu joylardan olinadi. Uzoqroq joylari mana Irkutskiy, Ulan-Ude, Chita o'sha joylardan olib kelinadi. Mana bu mollar Chitinskiy oblastdan keldi bular. Bizgacha masofa gidita 6000 kilometr yo'l yurib keldi bu mollar. Tanishlarga, angus oqtarganlarga, shunaqa qiziqqanlarga tashlab qo'yaverasizlar, podelitsa qilib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar.
boshladik mana. Bu yerda narxlarni eslatib o'tayotgancha narxini bunda aytmadim hozir. Mana shu yerda 21 ta angusda 22 milliondan, mana shu bitta 26ligi bor, 25 million. Uni ham 25 qilib beramiz. Sherik qilib 24-25ligi ko'p. Bitta joyda olaman deganlarga mana shu 24 ta molni 3 ta mana bu semental Hereford bilan 21 ta angus mana. Shular bitta joyda 23,5 milliondan berib yuboramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarini qilinadi. Bunisi ham bo'ladi. Telefon chiqib borasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mollarimiz.